115 metr kvadratni o'z ichiga joylagan ikki tomonlama proyektdagi yevro ta'mirlangan 3 xonali xonadonimiz sotuvda. Manzilimiz Buxoro shahar Kriti savdo majmuasi yon tomoni 8 qavatli elitli lifli domning 5-qavatda joylashgan. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, kladovka, kattalar yotoqxonasi, alohida bo'lgan yuvinish xonalari hamda kuxnya. Ko'rishni asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, derazalarimiz 2 qavatli aquaplast romlardan, devorlarimiz italyanskiy atachanta uslubda ta'mirlangan. Proyektimiz esa ikki tomonlama proyektdan tashkil topgan. Bolalar yotoqxonasi, maktab, bog'cha hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Kattalar yotoqxonasi. Proyektimiz 3 xonalik uchun ideal. Alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafil qilingan. Qo'shimchasiga gariston mavjud. Yuvinish xonasi hamda kuxnya. Kuxnya qismimiz двухконтурный котел, gazi plita, вытяжка, moykalarimiz mavjud. Kattagina mexki zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.